Assalomu alaykum, hurmatli 3-sinf o'quvchilari. Bugungi mavzumiz 141-mavzu takrorlash darsi. Kitob oxiriga yetyapti. Endi yondosh mavzu Avstraliya bo'ylab sayohat, qiymat, ish, hajm, miqdor, narx. Shu mavzular o'tganmiz, shular bo'yicha takrorlash qilamiz. Narxi deyapti, dona shuncha, miqdori 3 ta, qiymati qancha deyapti. Demak, mana bu yerda nima qilamiz? Birinchi misolda 15 mingni ko'paytiraman 3 ga. Bu degani 45 ming hosil bo'ladi. Endi ikkinchisida miqdori 41 ta deyapti. Qiymati 328 ming. Demak, bu yerda nima qilamiz? 328 mingni bo'lishimiz kerak 41 ga. Mana bu yerga bo'laman. 328 ming bo'lingan 41. Buning ichida 8 tadan beraman. 8 32. 8 ming ekan donasi. Mana bu yerda buni narxi 8 ming so'm turar ekan. Endi narxi 9 so'm donasi deyapti. Endi miqdorini bilmaymiz. Narx shuncha deyapti. Endi nima qilamiz? 243 da 243 mingni bo'lamiz 9 ga. Nima bo'ladi bu? Buning ichida 2 ta beraman 18, 63 7, 27 mingta olinar ekan bundan. Ikkinchi misolimiz A ish V W unumdorlik T vaqtga doir 3 ta formulani eslang deyapti. A ni hisoblang deyapti. Quvvat shuncha bo'lsa 7 soatda qancha ishlab chiqaradi? Demak, A teng nima edi? W ko'paytirilgan T edi bu yerda. Endi unumdorlik ish hajmi deyapti. Endi nima qilamiz? 23 mingni ko'paytirishimiz kerak 7 ga. Oxirgi 3 dan yo'l qo'ydim. 21, 2 yo'tta 14, 16, 161 ming bo'lar ekan. Ikkinchisida T ni hisoblang. T ni topishni nima qilishimiz kerak edi? A ni bo'lardik W ga. Demak, A nima bo'lyapti? 98 ming bo'lingan 7 ming. 98 ming 7 mingga bo'lish uchun bu ikkalasini 3 ta nolni urib tashlayman. 9 da 7. Bir dona 14 bo'lar ekan. T 14 soat ekan. Uchinchisida W ni topyapti. W ni topish uchun A ni bo'laman T ga. Ya'ni 242 ming bo'lingan 11 mingga. Oxiridagi 3 ta nolni o'chiraman. Mana bu yerda 3 ta nol. Chunki bo'lishga oson bo'lishi kerak. 24 ichida 11 2 ta. 22 ayirdim. Demak, yana 2 ta. 22 bo'lar ekan unumdorligi. Keyingi misolga o'tamiz. Shokoladga botirilib ustiga kokos yong'oq bo'laklari sepilgan biskvit shirinligi Avstraliyaning mashhur shirinliklaridan biri hisoblanadi. Ba'zan bu shirinliklarning usti qizil shirinlik qoplamasi bilan qoplanadi. Bu shirinliklar to'g'ri burchakli parlali burchakka ega. Rasm bo'yicha bu shirinliklar hajmini aniqlang deyapti. Hajm formulasi V teng A ko'paygan B ko'paygan C edi. Birinchi holatda buni hajmi 4 ko'paygan 6 ko'paygan 7. 4 kora 6 24 ko'paygan 7. Buni ko'paytirgan 28, 2 yo'tta 14, 16, 168 bo'lar ekan buni hajmi. V teng 168. Endi ikkinchisi. V teng nima bo'ladi? Yana A ko'paygan B ko'paygan C formula. 3 ko'paygan 5 ko'paygan 5. Bu 15, 15 ni 5 ga ko'paytiraman, 75 bo'lar ekan bu shaklning hajmi. V teng 75 bo'lib qoldi. Keyingi betga o'tamiz. Keyingi betimizda hisoblang deyapti. Bu yerda hisoblash uchun asosan bir xil birlikka o'tkazishimiz kerak. Mana bu 6 metr 17 santimetr deyapti. Men sizga 2 donasini ishlab beraman, qolganlarini o'zingiz uchun qoldiraman. 6 metr 17 santimetr degani 617 santimetr degani. Bunga qo'shyapmiz 226 ni. 226 ni. Birinchi qo'shib olaman. 13 3 1 yo'tta 1 ga 2 3 4 bo'ladi. 843. Endi 843 da deyapti. 843 ni ko'paytir 100 ga deyapti. Mana bu 100 ga ko'paytirganimda orqasiga 2 ta nol qo'shiladi. Keyin 50 ga bo'l deyapti. 50 ga bo'l deyapti. Men sizga buni 843 bitta nolni urib tashladim. 88 ichida 5 bittadan, 34 ichida 6 tadan, 43 ichida 8 tadan va 6 tadan 1686 bo'lar ekan. Endi oxirgi mana busini ishlab qo'yaman. 21 kilometr 170 metr. 21170 bo'ladi bu ayrilgan 2 kilometr 400 metr degani 7 ko'paygan 2400. Birinchi ko'paytirish amalini bajarib olaman. 21170
ayrilgan. Oxirida ikkita 0. 7 kira 4 28 x yotdi. 14 16800. Demak 21170 dan ayirishim kerak 16800 ni. 0 7 mana bu yerda 3 qoladi. Mana bu yerda 4 qoladi. Demak 4370 bo'lar ekan metrda. Keyingi misolga o'tamiz. Qolgan mana bu ikkitasi, o'rtadagi ikkitasi siz uchun qoldirdim. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ifoda tuzing va ularning qiymatini hisoblang. Yangi tug'ilgan kenguru bolasining bo'yi 4 sm bo'ladi. Voyaga yetgan kenguru bo'yi esa 2 metrga yetadi. Kenguru bolasining bo'yi voyaga yetgan kenguru bo'yidan necha marta kichik? Demak, 2 metr degani 200 sm. 200 sm 4 ga bo'laman. 50 chiqar ekan. 50 marta kichik ekan. 50 marta. Ikkinchisiga o'tamiz. Kenguru o'rtacha 24 km/soat tezlik bilan sakrab yuguradi. Bu odamning yugurish tezligidan 2 marta katta. Kenguru odamdan soatiga necha kilometr tez harakatlanadi? Odamnikini topa olish uchun 24 ni 2 ga bo'laman. 12 chiqdi. Demak, ini ayirib tashlayman. 24 dan ayiraman 12 ni. 12 km/soat tezroq yugurar ekan. Keyingisi, yirik kenguruning vazni 84 kg. Iste'mol qilgan shirali ovqatining massasi esa kenguru massasidan 40 marta kichik. Bu kenguru qancha ovqat yeydi? Demak, 84 ni bo'laman 40 ga. 84 ni 40 ga bo'lganimda 2,1 kilogramm ovqat yer ekan. Keyingi misol. Qizil shakldagi kvadrat, ko'k shakllarda esa to'g'ri burchak yasashga harakat qiling. Ko'k shakllarda esa to'g'ri burchak, qizildan kvadrat yasashga harakat qilib ko'ramiz. Mana buni mana bu yerga to'ldiraman. Yerga to'ldirdim. Bu nima bo'ldi? Hozir bu tomon 4, bu tomon 3 bo'lib qoldi. Demak, mana buni mana bu yerga qo'yib yuboraman. Mana shu bilan kvadrat tayyor. 1 2 3 4 ta, bu tomoni ham 4 ta. Endi bulardan to'g'ri burchak yasashga harakat qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda qanday joylashtirsam? Mana buni bu yerga qo'ysam to'g'ri burchak bo'ladi. Demak, ya bu o'xsham. Maniki. Topdim. Boshqacha rang olay. Mana. Mana bitta shakl. Mana bu shaklni bu yerga qo'ydim. Mana bu yerga joylashdi. Endi buni yoniga mana buni qo'yaman. Mana buni chappa qilib bu yerga qo'yganimda mana bu yerga mos keladi. Bunday chiqadi. Ikkita bo'lib chiqib, mana bunday mos keladi. To'g'ri burchakka aylanishi bilan. 7-chi misol. Daftaringizning yuzi 9 sm kvadrat bo'lgan ikkita to'g'ri burchak chizing. Ularning perimetrini toping. Bu ikki xil holat bor. Misol uchun mana tomon 1, bu tomon 9 deylik. Perimetrini toping deyapti. P teng 1 ko'paygan 2 ko'paygan 1 plus 9. Buni perimetri 20 bo'lar ekan. Keyingisi, bir vaqtlar Avstraliyaga 24 ta yovvoyi quyon olib kelingan. Bu quyonlar okruglar bo'ylab tarqalib, butun hududni egallagan. Har 3 oyda quyonlar soni 2 marta ko'paygan. Agar quyonlar hech biri ovlanmasa, bu hududda 1 yildan keyin nechta quyon yashagan deyapti. Endi qarang, bu yerda har 3 oyda quyonlar soni 2 marta ko'paygan deyapti, 3 oyda. Demak, birinchi 3 oyda mana 3 oyda deya, 3 oyda 24 ko'paygan 2 bu 48 bo'lgan. Keyin 6-oy kelyapti. 48 ni ko'paytiryapman 2 ga 96 bo'lyapti. 9-oyga kelyapti. 96 ni ko'paytiryapman 2 ga. Bu necha bo'lyapti? 12, 18, 19, 192 bo'lyapti. Endi 12-oy. 12-oy nima bo'ladi? 192 ni ko'paytiraman 2 ga. Ko'paytirgam 4, 8, 384 ta quyon bo'lar ekan. Shu bilan bu darslarni ham yakunladik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.